O'rtoq rejissyor, mening tomorqam ko'rsatuvini boshlaymizmi? Siz o'zi qayerdasiz? Topingchi, men qayerdaman? Ha, mayli, uzoq qidirmang, men shu yerdaman. Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Biz bekorga bunday boshlamadik ko'rsatuvimizni, hazilomuz tarzda. Haqiqatda inson ichiga kirsa yo'qolib qoladigan bir baqlajonzordamiz biz. Baqlajonni bunday kattasini men ham hayotim davomida ko'rmaganman. Turkiyani navi ekilgan bu yerda. Biz hozir Navoiy viloyati Qiziltepa tumani Xusharti mahallasidamiz. Bu yerda Husayn aka mana shu tomorqachilikda hadisini olgan. Ko'rib turibsiz, buni go'zallikni yaratishni o'zi bo'lmaydi. Buning uchun odamda yerga mehr, muhabbat bo'lish kerak. Mana shu tomorqasidan hozir mana 20 sotixdan ortiq joyda baqlajon ekilgan. Achchiq qalampir deysizmi, bulg'or qalampir deysizmi, sholg'om, lavlagi va katta bog'dorchilik bor. Husayn akaning chorvachiligi ham bor. Ya'ni mana shu tomorqasini o'zidan bir yilda 100 milliondan ortiq daromad oladi. Biz esa mana bunday baqlajon yetishtirish uchun qanday ilm kerak ekanini, qanday tajriba kerak ekanini Husayn akani o'zi bilan suhbat qilib, aniqlik kiritishga, oydinlik kiritishga harakat qilamiz. Demak, mening tomorqam ko'rsatuvining galdagi soni Navoiy viloyatining Qiziltepa tumanidan bo'ladi. Biz boshladik. Yil bilan beri men do'qonchilik bilan shug'ullanaman. Ham o'zim o'qituvchiman. Kimyo biologiya o'qituvchiman. Biologiyaga qiziqardim-da. Asli agronom bo'lgim kelardi. Keyin onam aytdilarki, shu menga yaqinroq agronomiya yo'q edi, faqat texnikum bor edi, Magayda, Toshkentda. Men otam yo'q edi, otamdan 10 yosh qolganman. Kimyo biologiya fakultetiga o'qishga kirdim. 66-ga keldim, 71-yilda bitirdim. O'sha yili armiyaga ketdim. 72ga kelib do'qonchilikni yana boshladim, o'ziga farz qilishni boshladim. Ko'chat yetishishdan. Siz demak 53 yillik dehqonchilik tajribangiz bor. O'zi 77ga kirganlar, lekin hali yigitday, sochlarini oqi barmoq bilan sanarlilar, sochlari qop-qora. Shu dalaning ichida yurganingizdan bo'lsa kerak-da bu. Bilmadim, ketmay yelkamdan tushmaydi. Ketman hali ham yelkangizdan tushdi. Yelkamda. Biz qatorlar bor, xavf so'rgan, yurolmaydi, bir mashina bilan yetalab boradilar. Siz hali ham ishlaysiz? Hozir ham. Ana shuning cho'pig'ini hammasini o'zim qilganman. Endi gapirib beringchi, mana qarang. Turli bu yerda ekinlar bor-da. Mana qalampir ham bor, sholg'om ham bor. Mana bu baqlajon. Bu yoqqa turp bor. Turp bor. Jami necha sotiq yer? Jami yerga hozir 40 sotiq ziyodroq. 40 sotiqdan ziyodroq. Nimalar ekasiz? Qancha daromad qilasiz? Aytib beringchi, asosiy daromadingiz nimadan? Hozir mana bu yerda achchiq qalampir ekilgan 4 sotiq. Bu oldin achchiq qalampir ekmasdim, shu belashni boshlab. Narxi bozorga bolaman, 10 mingdan baland doim. Kilosi. Kilosi. Mana 200 terimni har kun bir xalta 20 kilo etib beraman. 8 mingdan olaman, 8 mingdan har kun. Ha. Demak, bundan har qalampirni o'zidan 160 ming pul bor. Har kun o'zidan shuni bor, har kun. Ana bu yerga 10 ming tup ekilgan. Baqlajon. Ha, 10 ming tup. Men sanab qurganman-da. Bu hosilga o'sha iyundan boshlab beruvdi. Mana bu hosili pasti bilan ketaveradi-da. Hozir yuqorisi degan chiqib qoldi. Hozir yuqoriga chiqsa ham har qaysiga 10 ta, 15 ta mayda katta baqlajon bor-da. 1 kilodan ziyodda o'sha 100 grammdan kelsa 10 tasi 1 kilo bo'ladi bizda. Ana shu 10 mingta bo'lsa 10 tonna baqlajon bor-da. 10 tonna baqlajon bor shu yerda. Hozir. Qarang, buni odam bo'yi bo'lib ketganini qanaqa qilib qildingiz? Bu Turkiyaning navi. Turkiyaning yo'li bu. Urug'mi? Ha, urug' Turkiyaniki. 10 ming tup ekilgan. 10 tonna. Hozir 10 tonna beradi endi. Ha, 10 tonna hosil hozir endi sotgancha sotdim-ku. Yana Xudo bersa, bu yoqdan 10 tonna yana olish niyatim bor. Sotganingizdan qolgani 10 tonna. Ha, qolgani. Demak, hammasini hisoblasak 20-30 tonna. Hozir endi mana bu 3 kilodan bersa 30 tonna beradi-da. 2,5 kilo bersa 25 tonna beradi. Bu necha sotiqda? 27 sotiq. 27 sotiq. Baqlajonning kilosi necha pul bozorda? Hozir bozorgami? Baqlajon kilosi mendan olardi hozirgacha 2 mingdan. Bugundan bo'lsa 1,5 ming oldi. Mahsulotga o'tkazishim kerak, tamom. 2 mingdan sotsangiz ham 10 tonnasi qancha bo'ladi? 20 million bo'ladi. 20 million bo'ladi. Siz buni hali oxirgi hosilda hisoblaysiz. Ha, o'shani, yo, shuni hisoblayman-da. Endi umuman o'zi mana shu tomorqadan umumiy daromadingiz qancha? 100 milliondan oshadi. Ro'zg'or shuni orqasidanmi? Ro'zg'or shuni orqasidan ikkita mashin bor. Xudoga shukr. Katta-katta imoratlar bor. Bachalarini o'qitdim. 4 ta edi, 4 ta ham o'lim olmoqdilar. Shu dehqonchilik orqasidan. Ha,
Endi men pensiya chiqqandan keyin ma'lumchilik qilmadimmi, dehqonchilik qilib. Oldin ham ma'lumlik qilay, ham dehqonchilik qilaydim. Ya qarangda, siz tomorqangiz bir boshqacha-da. Nimaga? Biolog bo'lganingiz uchunmi? Bilmadim, shunday bo'lsa kerak. Har bir narsani siri bor-ku. Mehr bilan odam ekinga qarasa, mehr o'shancha haq beradi. Mehr bilan birga ishlav kerak, suv kerak va boshqa narsa kerak. Mana Achchiq qalampirni bu yil ekdim deyapsiz-da. Boshladim. Boshladingiz. Yana davom ettirasizmi yoki? Bu yil endi nasib bo'lsa hamma joyini ekmoqchiman. Ha, daromad yaxshi ekan. Yaxshi ekan, yomon emas. Ha, men sholg'om ham o'sib turibdi. Ha, sholg'om ketishdi. Sholg'om 70 ga yetiladi o'zi. Urug'dan chiqdim 70 ga yeyilgan bo'ladi. Ha, demak qish arafasida pishar ekanda bu. Buni qishda oldin eksangiz, shirincha suv oqpalak bo'ladi, bo'lmaydi. Turib qancha joyda? Turib ham sotiq bo'ladi. Undan ham foyda qilasiz. Undan ham foyda qilamiz, nasib bo'lsa. Urug'ni nimadan olib keldik? Oltiariqdan. Siz endi mana shu yerni o'zidan, mana shu ziroatlarni o'zidan 100 million deyapsiz-da. Mana bu yoqda bog'lar bor ekan, yana chorvalar ham bormi? Ha, mana Rossiya olmay kelgan, Jizzaxdan olib kelib qo'ygan olmasi. Ha, bu yoq bog'. Ha, bu yoq bog'ni ichida bo'yimjonda. Bog'ni ichida boyimjon. Mana ayla qarang mana. Bu yoqqa lo'bla ekilgandi. Hozir Ismoilov shu taxlab qo'ydik. Ichiga ismaloq Ha, ekasiz. u lo'bla muddati o'tdi, quridida. Hozir Ismoilov eksak, 90 bosta ekin bo'ladi. Barvaqt bahorga birinchi Ismoilov kamga o'lmay sotaverasiz. Ro'zg'orga shu yetadimi endi shu? Yetadi, Xudoga shukr. Nevaralar hozir o'qiydi. Biznes o'qiydi, butun grantdan kirdi. Maktabda 6 metall bilan bitirdi. Nevarangizmi? Ha. Endi bolalarni o'qitib bo'lib, nevaralarni o'qityapsizmi? Ha, boshladik. Shu yerda orqasidan. Ha, yer orqasidan. Hamma oliy ma'lumotli bo'laversa, yana yer sizga qolib ketyapti-ku. Ha, shunga o'xshaydi. Hamma ekadimi qo'ni-qo'shnilar? Ekadi emas. Suv qanday bu yerda? Suv haybicha qiyindi. Menga oldin Andijonga bordi, 3 kilovatlik deydi. 7,5 kilovatlik motor qo'yilgandi. Sotdimi, Xitoy motoridan oldim hozir. Shu suvga tashlayman. Undan ko'p suv chiqaradi, arzon. U zakashli suv sho'r bo'lmaydimi? Bir marta ariqdan keldim va shu zakash suvda ichgan. Bu baqlajon bo'lgandan keyin qishdan hech narsa ekmaysizmi? Yo'q, hozir buni keyin o'gandan keyin nurlab, bahorga tayyorlab qo'yamiz-da. Yer ozgina dam oladi. Dam oladi-da. Sizga kimdir yordam ham beryaptimi mahalladan, bir bankdan? Bu banka mana oling kredit deb o'tiribdi, Agrobankka a'zomiz. Oling prosent, ya'ni ishlating. Mana shu yo'lga bo'ladi. Siz kredit oldingizmi o'zi? Ha, oluvdik. Oldin oluvdik-da. Keyin to'lab yana oling dedilar, zarur Kredit bo'lsa. qoplab bo'ldingiz? Ha, bo'ldi. Yana qaytib kerak bo'lsa olamiz dedi. Zo'r, qarang, tomorqangiz juda go'zal-da. Bolgarlarni ko'rdingizmi? Yo'q, qani qayerda? Yuring. Lavlagi ekibsiz. Mo'lla yeydigan bu lavlagi. Tarmovoy. Ha, mol yeydigan? Ha, uyga mol ham qilamiz-ku. Zo'r. Lavlagini yegan mol semiradida. Ha, semiradi, yaxshi ham bo'ladi. Xudoga shukur mol ham bor. Baqlajonni mana shunaqasini ko'rganmisizlar? Buni qara. Mana shu agattichiga tushsam, meni Ko'rmaymiz. ko'rinmay qolaman. Mana ana shu hosil beradi, ana qarang. Mana hosillari, mana bora, Mana- terib olingandan qolgani bu. Oldin mana taxtdan hosil berib sherada keluvdi. Hozir yana oziqa bo'lib salqin bo'lgandan keyin yana taxtdan to'g'ri yana gullayapti mana qarang. Mana shularni o'ziga hozir 20 ta bo'lsa baqalajoni, shuni o'zi 1 kilo beradi mana. Bunga nima oziqa berdingiz? Oldin silita berdim, keyin karvamiz. Bu bolgarskiya. Ha. Hali ham turibdi bu bolgarskiy. Urug'i ispanka bolgarisi. Buni endi yoz bo'yi sotdingiz-a? Yoz bo'yi sotdik. Mana berib urug'ni qo'ydim. Mana bolgarskiyni qaranglar. Qanday chiroyli. Hozir biz mana oktyabr tugab, noyabrdamizda. Bolgarskiy hali ham dalada turibdi. Olib keling. Bu arzon bo'lib ketmadimi bu? Bu hozir kechagi jo'm bor o'zim. So'radim. 10 ming so'm dedi kilosiga. Ya'ni ispan navida bu. Ha, ispan navi. Urug' ko'chat qayerdan olasiz? Ko'chatni o'zim qilaman deyman. 70 ming, 80 ming ko'chat qilaman. Odamlarga sotaman, o'zimni ham qilaman keyin. Ha, ko'chatdan ham foyda qilasiz. Ko'chatni o'zim qilaman to'liq. O'zi ham dalangizga mana bu do'ppini ichiga kesak solib otganmisiz deyman. Yiqilib qolganidan keyin yana otdim. Yiqilib qolgandan keyin yana otdingiz. Juda hosildorda ekkan narsalaringiz. Bu nimadan buncha baraka? Bu o'zimizdanmi? Samarqandda ekadi-ku. Ha. O'shandan boshqalar ko'p to'ra birdan qizaradida bu. Bu yaxshimi, bu yaxshimi? Bu yaxshi ekanda. Bozorgirligi bo'lsa-mi, ko'rinishi chiroyli. Ha, mana qarang, 1 kilosi 10 mingdan deyapsiz. Yana nima bor daromad keltiradigan sizda? Endi daromad mana shu. Mana bu lavlagi mana. Bu yeydigan. Bu lavlagi, bu kimchilar oladi hozir buni. Yarim kilo chiqadi shu, ko'p ham chiqadi. Ikkitasiga 5 ming beradi menga. Siz qarang, siz biologsizda. Siz nimadir biz bilmaydigan sirli narsa qo'llaysiz-da. Shunday ekkanman, qalin chiqqan, inamayman-da. Odamlar shira qiladi, katta bo'ladi, sotolmadik, katta bo'lib ketdi. Tomoshabinlarimizga ham bir mana ibrat ko'rsatishimiz mumkinki, tomorqa qilib nafaqat ro'zg'orni but qilish mumkin. Inson
salomat bo'lishi mumkin, uzoq umr kechirishi mumkin-da. Mana shu otaxon 77 yoshdaman deyapti-da, lekin hali yigitlikdek g'ayratingiz bor-da, ko'z tegmasin. Mana shu dalani hammasini o'zim qilaman, ketmon yelkamdan tushmaydi deyapti. Ketmanlik ishni ham o'zim qilaman. Siz dehqonchilikni qilishdan qochib yurgan odamlarga nima deysiz? Ish o'qmas deyman. Har kun mahallaga boraman, yordam qilaydi. Bir marta beradi, ikki marta beradi. Endi sandan ham boshqa odam bor deydi. Baquvvat odam bo'lsang ishla deydi, odam qari odamlar ishlab deydi. Sizni pulingiz naqd. Bozorga borsangiz naqdda. Pul kerak bo'lsa, mana bundan 10 kiloni terib borsangiz, 10 mingdan sotsangiz 100 ming so'm pul bo'ladi-da. Shu bugun 20 kilo achchiq qalampir etdim. 100 kilo bo'yimjon terib bordim, qarong'i bo'lib qoldi. 150 ming ular berdi. 120 ming achchiq qalampir berdi. 270. Bir kunda 270. Yo, bir soatga. Bir soat. Kimsaga berdim, qaytdim. Yashang, baraka toping. Umringiz uzun bo'lsin. Sizga o'xshab mana shunday yerni gullatayotgan insonlarning soni ko'p bo'lsa, bozorimiz ham to'kin bo'ladi-da. Sizga o'xshagan dehqonlar yetkazib beryapti bizga mana bunday noz-ne'matlarni. Agar siz yetishtirmasangiz, boshqalar yetishtirmasa, biz buni chet eldan sotib o'tiramiz. Sizga kuch-quvvat tilaymiz. Rahmat. Salomat bo'ling. Sog' bo'linglar.